yoshligimda ko'rgan shu multfilm qahramonlariga bir nechta savolim bor. Xon qizi va Abjir Mushuk multfilmining qahramoni Marinet. Marinetga bitta savolim bor. Shunchalik to'poymisan? Qanday qilib sen telbalarcha sevgan yigiting yoningda yurganini sezmasliging mumkin? И вообще, Abjir Mushuk Adriandan ham даже ko'zlari yashil-ku, вообще chiroyli-da. Qanday qilib uni sevgisini rad etding? Vinks nega постоянно qanaqadir noodatiy ovozlar chiqarasizlar? Bloom, Yoshligimda axir Vinks multfilmini juda ham baland qilib televizorda ko'rganman. Qo'shnilarim nima deb o'ylagan, endi hozir o'ylanib qoldim. Masha va ayiqvoy. O'zi o'sha Mashani ota-onasi bormi deb har doim savol berasdim. U bechora ayiqda qiladigan boshqa ishi yo'qmi? Birovni bolasiga qarashga.